bitta niyat qilib bitta like bosib qo'ying hozirdan, ishoning. Hech bo'lmasa mana shunaqa oppoqqina bo'lgan Malibularni minish nasib qilsin. 2 turbosi ekan bu, 2.4 bilan yoki 1.5 bilan adashtirib qo'ymas. 2 turbo, lekin oldi mordalari to'la premier bo'lgan ekan. Menimcha juda ham chiroyli bo'ldi, narxi ham qulay bo'ldi. Bozor bo'yicha solishtirib ko'rsangiz bo'ladi. Beskulchovoy do'stlar, panorama tomlargacha bor. Salon holatlarini ham ko'ring-da. Elektropaket o'rindiqlar oppoq bo'lib turibdi. Niyatingiz ham oppoq Malibularni minish nasib qilsa, endi komment yozib qo'ying. Menimcha narx qulay bo'ldi. Like bosishni bosmadim. Bosib qilib tashlang. Kapotda, kirloda va orqa kirloda kichkinagina kraskasi bor dedilar. Menimcha qolgan joylari toza ekan. Shuning uchun ham narxini ancha kelishtirib berishdi. Benzinda ekan mashina. Chiroyli bo'lib turibdi, qarang-da. 2 motorligini, 2 turbosini menimcha bunaqa narsa sal topish qiyinroq bo'lib qoladi. Obuna ham bo'lib qo'ying. Kommentda qoldirib qo'ying. Qimmat qo'yayotgan bo'lsak, siz qimmat qo'yapsan deb yozsangiz, unga qarab biz narxini tushirishga harakat qilamiz. Balon holatlari ham juda ham yaxshi ekan. Narxni aytaman, menimcha Srochniga 2 turbo 2019-yil 157 ming yurgan Malibuni 16100 ga bosib olsangiz bo'ladi.